Kvadrati narx $350 tayyor remontli uy, faqat Zinat uy-joyda. Assalomu alaykum hurmatli Zinat uy-joy savdosini aziz YouTube kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga shahrimizning eng yaxshi rayonlaridan bittasi Frunze massivda. Frunze massivda ham yaxshi lokatsiyasida. Xo'p, 5 qavatli Novostroyka binoyimiz 5-qavatda umumiy maydoni 110 kvadratdan iborat bo'lgan 3 xonali kattagina kvartiramiz sotuvga chiqqan. Birma-bir qisqacha obzorni ko'ramiz. Eshikdan kirganimizda kattagina keng koridorimiz bor. Buni ko'plab maqsadlarda foydalansalar bo'ladi. Garderobni qilib foydalansalar. Xo'p, keyin kirganimizda chap qo'lda kattagina mehmonxonamiz, uyimizni holatiga e'tibor bermaysizlar. Studentlarimiz turgan ekan, ozgina beparatga turibdi ekan. Uyimiz ma'lumot o'rnida skvoznoy. Xo'p, mana keling, lokatsiyani ash tomonini bitta ko'raylik-da. Xo'p, mana Olimpiyskiy kollej, bu tomonimiz Koreyskiy universitet, bu tomonimiz o'sha hammamiz bilgan UCL. Lokatsiya juda ham yaxshi joyda, o'zini shaxsiy parkovkalarga ega, uyimizga yaxshi aboylar qilingan, pishgan g'ishta qilingan, MDF eshiklar o'rnatilgan. Xo'p, bu nimada mehmonxonamizdan chiqar ekanmiz, sanuzelimizga yuzlanamiz. Sanuzelimiz ham juda ham katta, keng. Uyimiz двухконтурный kotel orqali isitiladi, radiatorlar qo'yilgan. Xo'p, sanuzeldan chiqar ekanmiz, birinchi ota-onalarimizning mo'ljallangan yotoqxona, ozgina remontlarga qarab olasizlar. Anchadan beri odam yashamasdan oxiri ijarachi qilib qo'yishgan ekan. Bolajonlarning xonasi. Juda ham yaxshi narx, juda ham yaxshi lokatsiya. Bu oshxonamiz, ulgurib qolinglar, narxi, umumiy narxi 110 kvadratga $38,5 ming berib yuborishadi. Qaranglar, juda ham zo'r narx, ulgurib qoladigan narx. Saninglar, nimaga desalaring, nimaga bunaqa deyapsan, nimaga vahima qilyapsan desangiz, shaharda mana yaxshi joyini olsangiz, misol uchun $350-400 dan kvartirani korobkasini bermaydi. Xo'p, u xoh 5-etaj bo'lsin, xoh 8-etaj bo'lsin, bermaydi. Bu uyimiz 350 kvadratdan tayyor remontli sotilish sababi egalariga juda ham pul zarur. Shuning uchun sotilyapti. Kredit yo'q, taqiq yo'q, sразу notariusda nomingizni o'tkazib beramiz.